Hozir biz qayerga kelganimizni bilasizlarmi? Mumkin sovg'asini berish uchun Ra'no Zokirovani oldilariga keldik. Chiqib keldilar mana. Assalomu alaykum. Adolat. Jonim. Necha yil bo'ldi ko'rishmaganimizga, mashallah. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men turmush o'rtog'im. Men o'g'lingizman. Bu sizga. Lekin chijiya holatim hozirgina syomkadan kelgandim. Yo'q, Betimni yuvib charchagan holatda mana 8 yoshli qizlardan ham chiroyli. bunaqa holatda, biz dushmanga ko'rinmasdimi, lekin mayli. Yo'q, chiroylisiz. Ra'no opa, bu sizga Mumkin platformasi haqida sizga aytmoqchiman va siz orqali boshqalarga ham aytmoqchiman. Birinchi o'rinda aytib qo'ying azizlar. Mumkin bu sotuvchi do'kon emas. Esingizda tursin, bu sotuvchi do'kon emas. Ko'pchilik shunaqa deb adashibdi-da. Mumkin platformasi O'zbekistondagi barcha chegirmaga va aksiyaga tushgan mahsulotlarni va xizmat turlarini o'zida qo'yib boradigan platforma. Shu narsani men odamlarga tushuntira olmayman. Qadriyatimiz faqat aksiya va chegirmadagi mahsulotlarni bir joyga jamlash, odamlarni ham vaqtini, ham naqdini tejash. Xuddi shunaqa. Bizning maqsadimiz va qadriyatimiz. Aha, to'g'ri yo'nalishda sizlar. Yana bavrcha tushunib olaman, nima haqida suhbatimiz ketayotganligidan. Lekin nimaki bo'lsa ham faqat xalqimizga naf keltiradigan, Albatta. yaxshi yo'nalish bo'lsin, mahsulot bo'ladimi va hokazo, lekin chin yurakdan omad tilab qolaman. Rahmat. Xohlasangiz ochib ko'ring. Mayli, bismillah, tagini ushlasizmi? Bismillah. Ochib ko'ring. Bu sizga mumkin tushirilgan Termizda. Mumkin. O'zim ham ko'p shunaqa xato qilib Bugun qo'yaman. bitta voqea bo'ldi. Syomkaga Abbos Media tomonidan menga shunaqa, lekin rangi qora, black termos kelganda yozig'i bilan Ra'no Zokirova. Qaysidir kun syomkalarda borib uni qoldirib ketibman. Ertalab shoshilgan holatda unga qahva damlayman deb qidirdim, topolmadim. Uyda bor faqat katta termoslar. Mana o'rniga sizga bunisi keldi. Hozir aytyapman, mashallah, bugun bir necha soat avvalgi bo'lgan voqeani sizlarga hozir aytib beryapman. Mashallah, avvalambor har doim bu mumkin degan platforma xayrli bo'lsin va hozir aytganda yo'qotgan narsani o'rnini buyuk Parvardigorim to'ldiribdilar va xayrli bo'lsin boshlanayotgan ishinglar. Rahmat, hurmat qilib. Hozir soat 11 bo'lyapti. Sizlar nima dam olmaysizlarmi? Yo'q, biz 24 ga 7 uxlamaslikka so'z berganmiz. Yo'q. Unaqa ishlab olmaylik, chunki baribir ham dam ham olish kerak. Shundoq ekan, juda men sizni alohida tushuntirib qo'ying mana shuni. Mana bu stilning ekan. Buni ustiga qo'yilar ekan. Og'irgina-da. Nimani ustiga? Mana buni ustiga qo'yiladi. Bo'ldi. O'shani ustiga qo'yib qo'yasiz. Buni ichida Olasiz. Bilaman, menda xuddi shunga o'xshagani ham bor. Zontik. Yotoqxonada. Bunda ham mumkin brendi bor. Voy. Ichida arzimagan shirinligi bor. Nima desam kerak, rus tili boy tili. Rебята, вы классные. Omadinglarni bersin. Rahmat. Avvalambor bu Adolatxon bilan ancha yil avval serialda Bedor tuyg'ular deb nomlangan ko'p qismli Ergash Mo'minova boshchiligidagi narsaga qo'l urgandik. Juda ham sifatli, arzigulik serial. esingizda ekan. Shuncha yillar o'tib, meni qo'l ostimdagi men direktor edim, siz yaxshi ustoz edingiz. O'shanda endi menimcha turmush qurgan damlaringiz. Endi birinchi Avvalambor turmush o'rtog'ingiz mana endi ko'ryapman, necha yil, 10 yildan oshib ketdi taxminan. 12 yil bo'ldi. Chunki o'sha qizim hozir 12 ga kirgan. Mashallah. Avvalambor boshlagan ishinglar xayrli bo'lsin. Aytganimdek 100 yil yorug' bo'lsin, hamma sizlardan rozi bo'lsin, olgan mahsulotdan mamnun bo'lsin va tilagim omad, olg'a va buyuk Parvardigorim sizlarni o'zi qo'llab-quvvatlasin. Rahmat. Bir piyola choyga ichkariga. Rahmat.